Bu İspanya'nın Vigo degan şehri oldu. Vigo şehri Atlantik denizinin yaqısında bulup sayohatchilar nihoyat ko'p keladigan bir go'zal shahar. Vigo shahrining hozirgi nufusi 300 ming atrofida ekan. Ammo bu shaharning tarixi nihoyat uzun. Miladiyadan burungi 3-asrda bu yerda qo'rg'on silinib ekan. Men mana hozir qadimgi qo'rg'onning ustida. Bu deniz bo'yidagi muhim joy bo'lganlikdan qadimgi zamondan tortib nurg'un urushlar bo'lgan. Masalan, Vikinglar, inglizlar, fransuzlar, almanlar mishaga kelib urush qilgan. Keyin andin İspaniya o'zining mustaqillikka erishgandan keyin bu qo'rg'onni silib İspaniyani qo'g'lamoqchi bo'lgan. Osman Türklermi mishaga kelib urush qilgan ekan keyingi zamonlarda. Bu shaharga kelib qolsanglar, Mount Castro degan tog'ning ustiga chiqishinglarni tavsiya qilaman. Bu yerga biroz vaqt ketadi. Dengiz tarafdan chiqadigan bo'lsanglar. Ammo manzara nihoyat go'zal. Tağının cho'qqisiga chiqib, mana butun shaharni kuzatadigan bo'lsanglar, nihoyat go'zal. Bu shaharning nufusi oz bo'lgani bilan shaharni yaxshi sapdi. Ko'chalar, bozorlar, bino, qurilishlar shu tipikal shu Yevropaninki shaharlaridek. Ben bir an ayını biraz peyzimni surib oldim.